Jigarni 4 kunda tozalaydigan detoks kokteyl. Bu tabiiy mahsulotlar aralashmasi jigarni tozalash uchun eng yaxshi damlama kokteyl bo'lib, u tezda tayyorlanadi va kam xarajatni talab qiladi. Sizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni yozib oling. 1 osh qoshiq rozmarin, 1 osh qoshiq imbir, ya'ni zanjabil, yarimta olma, yarimta limon, 1 osh qoshiq dolchin, ya'ni koritsa. Hammasini idishga solib, ustidan 600 ml suv quying. Qopqog'ini yopib, qaynating. Qaynab chiqqandan keyin 5 daqiqa past olovda yana qaynating. Keyin 15-20 daqiqa davomida dimlab qo'ying. Tayyor bo'lgan kokteylni suzib oling. Ertalab och qoringa 130 ml dan bir mahal iching. Bu kokteylni 4 kun davomida ichsangiz yetadi. Tez orada o'zingizda o'zgarishni sezasiz. Bu videoni jigarida muammosi bor tanishlarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.